Sterilizatsiya to'g'risida ham bitta video olaylik. Sterilizatsiyani stomatologiyada, boshqa meditsinada ham nisbiyligini aytib beraman. Ketdi bo'lmasa, oddiy misol uchun har kuni ishlatadigan mana shu perchatkamiz, sterilniy perchatka. Butun perchatka mana shu hozir sterilniy. Mana bunda ochganimizdan keyin, olganimizdan keyin bu narsa nisbiy bo'ldi. Sterilniy bo'lmaydi, toza bo'lib qoladi. Lekin har kunlik praktikada ishlatamiz. Misol uchun korobkali perchatkalar ishlatamiz. Bu xo'p, mana bu yerda oldin mana kafirdan toza, lekin sterilniy. Plombировочный massa va og'iz bilan kontaktda bo'ladigan kim uni sterilizatsiya qiladi? Stakan misol uchun, pinlar bo'lishi mumkin. Xo'p, nima bor? Mana iplar toza. Mana bitta brashk mana, lekin to'g'ri, og'izga kiradigan asosiy narsalar mana bitta sterilizatsiya qilinadi. Mana buni nakonichniga, amberlar misol uchun. Lekin shunaqa narsalar ham bor-da, stomatologiya. Полировочный pasta sterilizatsiya qilmaydi u texnический. Bu kalsiy gidroksid. Asosiy narsalardan mana qolib oladiganimiz, bu ham sterilniy emas, toza. Lekin qoshig'i sterilniy bo'ladi, qolib oladigan qoshiq. Nimani ko'rsatish mumkin? Yana tag'in asosiy narsalardan bittasi mana havo bilan suv. Kompressordan keladi, bu ham sterilniy bo'lmaydi. Suvimiz ham shu shahar kanalizatsiyasidan keladi. Mana shunaqa gap. Endi hammasi tozalikka harakat qilinadi stomatologiyada, lekin nisbiy. Shuni bilib olish kerak.